Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? YouTube kanal podpischilarim. Yangi yer olib, yangi uy solam deganlar bo'lsa, masalan, chetda bo'lsa, cheres shartnoma orqali mana shunday qilib uylarni saberaveramiz. Sizlar aytgan proyektni bari yo'q materiallari ham hamma yo'q ichida qilib ham saberaveramiz. Yo'q, materialni olib berim, alohida dogovor qilamiz. Men sendan kalitni olishim kerak desangiz, unda ham qilinaveradi do'stlar. Mo proyektlarni ko'rgili. Agar sizlarga o'zingizda proyektingiz bo'lsa, chizmangiz bo'lsa, o'sha chizma orqali ham qilib beramiz. Materiallar ham bari yo'q. Konditsionerdan tortib, sirtdagi ограждениялар ham urilib, darvozalar ham qo'yilish kerak. Mashinada shartnoma qilamiz. Armaturalarni ham manaqasi 12ligini emas, 16ligini solasin. Seysmopoyezlarni ham o'sha armatura bilan qilasin. Xomg'ishda qilasin, pishig'ishda qilasin desangiz, o'shunga qarab turib shartnoma ham qilaveramiz do'stlar. Sizlarga proyekt bo'lsa, shu proyekt mana imini mashinadan chiqish kerak desangiz, xuddi shundan qilib eslab turib sizlarga uyni boshlab qilib beramiz. Kalitini beramiz biroq sizlarga. 2 etajmi, 1 etajmi shartnoma bilan qilaveramiz do'stlar. Sizlar proyekt tashlaysizlar, masalan, mo proyektdan misoli. Imini mash chiqish kerak desangiz, o'shuni boshlab qilaveramiz. Cheres shartnoma orqali, cheres sizlardan bank orqali summa olamiz. Manaqa masalan